Do'stlar, bir obyektimizga keldik. Hozir bu obyektda bizdan oldin ustakalar qilishgan tubli pollar, radiatorlarga xudlar tashab ketishgan. Ozgina yangi ustalar bo'lgan ekan. Kimligini bilmaymiz. Chunki ishlaridan ma'lum. Hozir biz ozginagina meni qo'shimcha ishlar qilib ketyapmiz. Demoqchiman, bu narsalar biz Haqlobodda bo'lgan obyekt, Haqlobodda. Yangi ustalar tortinmay, uyalmay, tushunmagan narsalarni so'rab qilsalaring yaxshi bo'lardi. Uyda egasi zakazchilarga ham oshiqcha rasvot bo'lmasdi. Xo'p, bu yerda mana tubli pollar tashalgan, pol sistemaga tashalgan, bu taraf radiator sistemaga tashalgan. Turbalar juda ham kalta chiqqan, birinchisi. Ikkinchisi, mana bular bu yerdan kelayotgan 2 dona turba bo'lgan, 25 ta turba kelyapti. Mana radiatorga sirazi chiqyapti. Videodan chiqib turib, shu kollektorlarni bitta tubli polda ham, radiatorda ham bitta kollektorga ulamoqchi bo'lgan. Plan shu bo'lgan. Hozir biz bu yerda mana shu kelayotgan liniyasini orqadan olib o'tib turib, mana radiator sistemaga ulandi. Biz addendi mana tarafdan tashqaridan tubli pol sistemaga qadacha obratga olib kelib kollektorni qo'yildi. Tubli polga alohida 30 gradus 35 gradus berish uchun. Vaqtida keldik. Vaqtida murojaat qilgan ekan, biz to'g'rilab, xudo xolasa chiroyli qilib beryapmiz. Endi bu yerda shunaqa vaqtida bo'layotgan ishlar, mana shu oshiqcha ish bo'lyapti. Bu yerda mana oshiqcha mana muftalar qo'yildi. Shu narsani ozgina uzun chiqarib qo'ysa, hamma gap. Keyin aytsam, lishnisini kesib, chiroyli qilib kollektorga o'rnatiladi. Shunaqa ishlar bo'lgan bu yerda. Biz to'g'riladik. Bu yerga mana radiator qo'yildi. Turbalarni chiqarib ketgan ekan. Keyin bu yerlar polni tubli pol. Yaxshi, lekin penaplex tashalgan. Bu taraflar tubli pol yo'q, radiator bo'ldi. Bu yerlar tubli pol yo'q, radiator, hamma xonalar xonaga nisbatan kattaroq radiatorlar qo'yildi. Bu yerlarga qot qilib tashab ketgandan biz radiatorlarni mana 2 metrlik radiatorga moslab tashalgan ekan. Radiatorlarni olib kelib ilib, ustakalar уже aboylarni ham bosishni boshlabdi. Minglarda tubli pol yo'q, radiator faqat. Mana shu yerda o'zi koridorda o'zi, mana shu xona, orqada dush, kirxona, o'shalar ham tubli pol. Mana shu yerda kollektor sistemasi ulangan. Mana shunaqa vaqtida murojaat qilishdi. Tubli polni ajratdik, radiatorni ajratib, montajlarni qilib, o'zimiz katalogda ana shu bomba ishlayapti. Ana shu yerga qo'yamiz. Bu yerda ham mana shu bomba ishlayotgan joyda ham burchakda dush bor. Dushga hozir radiator ilib, tubli polga ayladi. Keyin to'g'ri urib, tashqariga qo'yib, tashlayapmiz. Ko'plab rassani tubli poldagini mana shu yerdan двойной izolyatsiya qilib olib keldik. Demoqchimiz, yangi ustakalar, yangi ukalar, yangi akalar, mashaqqatchi yangi boshlaganlar santexnikani Haqloboddamiz. Uzoqdan bo'lsalaring ham telefon qilib so'ranglar, ishlaringni video qilib tashlanglar, qanday qilishlarni qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Do'konga kelsalaring chizib ko'rsatib beramiz. Bemalol ishingizni ustasi bo'lasiz. Orqangizdan gap so'z bo'lmaydi, chiroyli ish topshirasiz. Do'stlar, omon bo'lasizlar. Xudo xolasa kuzatib qo'yinglar. Yoqib ishlatib, chotib topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.